Omadjonim, do'stim oilasi bilan turibdi-kan, nima qilyapti kech kirganda? Ana, tillomi, kech kirganda nima qilyapti bu tomonlarda? Ha, oshna kech kirganda. Qaytdinglar, oshna? O'tiringlar, o'zim olib borib qo'yaman. Oshna yaxshimisiz? Ha, uyga ketyapti ishdan chiqib. Taksakirodi kelyapti oshna, rahmat. Bu nima degani? Taksida ketasan, tayyor mashina turganda chiqinglar, o'zim tashlab qo'yaman. Xo'p, oshna. Chiqing onasi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Oshna yaxshimisiz? Ishlaring bo'lyapti. Oshna, men ham yuribman oshna ishlar. O'zing yaxshimisan? Ishlaring bo'lyaptimi? Kamdan olsang, oshlagan kelmay qo'yding. Nima bo'ldi? Ajigar qish bo'lib ishlar ham yaxshi emas. Soddalar yo'q. Bilasan, do'kon ochib olganman. Odam yo'q. Shunga oshga ham qo'shila olmayapman. Ishlarim orqaga tortib ketgan. Bu nima degani? Gap pulda emas, mehr-oqibatda oshga borib turgan yo'qolib ketmay. Ha, bo'ldi, oshna borib turaman. Oshna ash do'konga to'xtab boring, a. Xo'p bo'ladi, do'stim. Oshna hozir bir men suv esdan chiqib qolibdi, o'g'li. Bemalol oshna. Ha, bu kelin oshnam ancha diqqat to'plabdi-yu. Ha, shu oshnangiz ham yaqin kunlardan beri ishi qandaydir yurishmay turibdi. Shunga ancha diqqat bo'lib qoldi. Kelin, o'ylanmang. Nima muammolar bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerda bo'laman men. Rahmat. Do'st kutirib qo'ymadimmi?